Assalomu alaykum qizlar. Bugun sizlar bilan biz amerikanskiy ponchiklarni tayyorlanishini o'tamiz. Buning uchun bizga 500 gram un, 250 gram iliq sut, 80 gram shakar, chimdim tuz, bitta pachka droji, 60 gram margarin, ili sariyog' va bitta tuxum kerak bo'ladi. Xamirimizni qilishni boshlaymiz. Margarin bilan unni uqalab olib, qolgan hamma narsani ketma-ket solib xamir qilamiz. Buni uqalab oldik. Margarin bilan unni endi sutimizni solamiz. Illatib qo'ygan sutimizni, ketidan droji, shakar, tuz, tuxum solib, yumshoq xamir qilamiz. Mana hammasini solib oldim. Endi bir xil massa qilib xamir qilib olamiz. Mana xamirimiz tayyor qizlar. Mana shunaqa yumshoq, qo'lga yopishmagan xamir bo'ladi. Endi buni paketga yopib, sochiq bilan oshirishga qo'yib qo'yamiz. Mana qizlar, ponchikimizning xamiri oshib tayyor bo'ldi. Endi buni kovrikimizga solib, shakl berib, yoyib shakl berishni boshlaymiz. Mana qizlar yoyib chiqdim. Endi mana bunaqa dumaloq qilib kesib, mana bunda o'rtasini bunaqa konus nasatkada o'rtasini o'yib chiqasizlar. Misol uchun mana bu yaxshilab bosasizlar, kesilgandan keyin mana o'rtasini o'yib, mana bunday qilib kesib tayyorlab chiqamiz. Mana qizlar, kesib tayyorlab oldim. Endi ustiga paketlab yana 15 minut oshiramiz. Skоворodga yog'imizni solib, yoqib olamiz, o'rtacha o't qilamiz va shunday qilib qovurib olamiz orqa oldini qilib. Mana qizlar soldim. Endi orqa oldini chiroyli rang bo'lguncha qizartirib olamiz. Mana ko'rmayaptim qizlar, mana chiroyli rang qilib qovurib olamiz har bittasini. Qizlar, ponchiklarni ustiga glazur tayyorlab olamiz. Bitta oq, bitta qora shokoladdan tayyorlab olganman. Mana Anilov shokoladidan. Sizlar xohlasanglar, plitkanglar bo'lmasa, choko kremni nimanglar bo'lsa uyda vodinoyda ili mikrovolnovkada eritib, ustiga botirib chiqasizlar har bittasini ustiga va pisibkalar sepib chiqasizlar xohishingizga qarab. Qizlar, sizlarga grammini aytmayman. 100 gram shokoladga 2 osh qoshiq salatoviy yog' solib eritamiz. Mana qizlar tayyor. Hammaga yoqimli ishtaha tayyorlab ko'ringlar.